Burada haqqini yeb yotganda birodarlar, o'lmanglar ama. O'lmanglar. Agar o'lsangiz yomon bo'ladi qabrda. O'lmanglar. Iloji boricha o'lmanglar. Burada haqqini yurganlar. Eslaridan chiqarmang. U qog'ozdami, kuch bilanmi, til bilanmi, bu qanaqa birodarlar, bema'ni betartib ishlaringiz bilan birodar haqqini yerib yursizlar va? Ha, mana birodar. Ne qarang mana 15 narada, 20 narada kimlarni haqqini yeb bergansizlar. O'lmanglar ama, o'lsalaringiz yomon bo'ladi. Iloji boricha o'lmanglar birodar. Lekin birodar haqqini yemasdan chiroyli tiriklik qilib yurganlar o'laveringlar. Nimaga siz o'lib ham baxt topyapti. Hozirgi kunda trendga aylanyapti. Birodar haqqini yeb, birodar haqqini bermayotganlar. Videoda ko'rgan bo'lsanglar, xulosa chiqarib olinglar. Birodar haqqini yeyish yomon. Birodar omonatga xiyonat qilish undan ham yomon. Qarz oldinglarmi? Beringlar. Muhtojliginglarni oldinglar, hojatinglarni chiqardinglarmi? Endi qaytaringlar. Ama qarzni bermasdan